Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yili 5-oyning 18-kuni chorshanba sahar. Xabaringlarda bo'lgandagidek bir necha kundan buyon Birlashma xabarlar agentligining muxbirlari yozgan Qashqar Koni shahar tizimligi haqidagi bir xabar dunyoning diqqatini tortdi. Bu xabar biz Uyg'urlar haqida bo'lib, Qashqarning Koni shahar nahiyasida, ya'ni To'qqizoq nahiyasida her 25 kişinin içinde birisinin o'ttira hisob bilan 9 yillik turmaga so'langanligi, ya'ni atalmış terrorlikqa aloqador gunohlar bilan ayblanib. Agar bir nahiyada shu xil sabablar bilan turmaga so'langan odamlarning soni oshunchalik bo'lsa, ya'ni shu nahiyadagi turmaga so'langan kishilarning bu nisbati Xitoyning o'zidagi nopos qilishdigan vaqtda turmaga so'langan odamlarning nisbatiga qilishdigan vaqtda 10 hassa, Amerikaga qilishdigan vaqtda, Xitoyning o'ziga qilishdigan vaqtda 30 hassa, Amerikaga qilishdigan vaqtda 10 hassa yuqori bo'lgan gap. Ya'ni dastlabki statistikalik ma'lumotlarga asoslangan vaqtda. Agar bir nahiyaning o'zida ahvol shunday bo'lsa, texi lager akitilgan öylerden ayrıtılıp işkirek ektilgen adamdan hesap kalmagan vaqtda mushu xil sabablarla turmaga so'langan odamlarning soni mushuna bo'lsa, bizning vatanimizda, bizning millatimizning beshiga kelgan bu fojia haqiqatan qo'rqinchli. Haqiqatan qo'rqinchli. Albatta amaliy ahvolga, amaliy statistikalik ma'lumotlarga ega bo'lish qiyin. Bo'lapmi hozir qiyin. Ammo shundaqdimi mushu bir tizimlikning bir nahiyadagi mushu xil sabab bilan, ya'ni aqmas sabab bilan turmaga so'langan odamlarning soni mushundaq bo'lsa, bu nahiyatda qo'rqinchli bir son chiqadi degan gap. Bu dunyo jamoatining, ya'ni demokratik ellardagi ba'zi davlatlarning Xitoylarning Uyg'urlarga qilayotgan jinoyatni insoniyatga qarshi jinoyat deb ataganligini mana mushundaq faktlar to'liqlaydi. Yani dalillaydi degan gap. O'g'rining jurki pok degandek Xitoylar betaraf xalqaro tashkilotlarningki vatanimizga berib tekshirish ilib berishiga qarshi chiqyapman necha yillardan beri. Sabab nima desa, mana mushundaq ishlar. Mana bu odamlarning hayoti qanday? Bu adamların hayatı qanday bo'ladi? Buni ko'pchilik bilalaydi. Mana shundaq ahvollar odamning ko'nglini parakanda qilganligi uchun sizdak, mendak, yana birsidek odamlarni uxlatmaydi. Shunga biz qo'limizga qalam olamiz, zuvonimizni chiqaramiz. Shundaq bo'lganlikdan men kichik sahifalari bo'lsin, masalan universitetlarning gazetlarida bo'lsin, azroq ovozlarimizni chiqarib kelishga tirishyapman. To'nagun ayni vaqtda menga o'qish mukofoti bergan Bostondagi xususiylar ig'dorchilikdagi Sharq Shimol universitetining gazetida, The Huntington News deganda mening bir parcha obzorchi maqolam chiqdi. Ismi zulümning zarari hammaga deb. Ya'ni birovga begunoh birovga zulm qilg'ichi ko'ranglab ketgandek to'simi bir mazgil, ammo o'zining qilgan zulmi tufaylidan boshqalarga o'mi muayyan ziyon uchraydi. Begunoh odamni o'lgan odamning hech bo'lmay bu dunyodan o'tishi mumkin emas. Mana shundaq bir xil qarash bilan men o'sha yozmani yozgan. Bu Sharq Shimol universitetiniki bu oliy maktablarning, Amerikadagi oliy maktablarninki o'zining bir maskoti bo'ldi, ya'ni simvol bo'ldi, muayyan bir ruhni ifodalaydigan. Bularninki maskoti simvoli Husky Sibiriyaning işte bo'lib, o chidamliq, ya'ni jismoniy jihatdan kuchli demakchi, vafodor, ya'ni vafodorlik
bir xil fazilat, yaxshi yomonni biladi, yaxshilikqa yaxshilik qildi, yomondan qo'rqmaydi. Shuni bilan birga sazgur, ya'ni chechan. Askini yaxshini bilalaydi degan. Mana mushundaq bir ruhga aks ettirdi deb bu Sharq Shimol universiteti Husky o'zining maskotini, simvolini Husky deb atagan. Ya'ni Sharq Shimol universitetikilar demay, biz Huskyliklar deb qo'ydi. Men dastlabda bu maktabga kirgan vaqtda bu Husky degan so'zning ma'nosini dastlab tushunmagan, keyin tushundim. Buni men Husky Diary degan ingliz yozmamda yozgan, uning uyg'urcha tarjimasini tanlab ba'zi torlarda e'lon qilgan ayni vaqtda. Xo'sh. Undan bo'lsa men shu yozmaning tarjimasini, uyg'urcha tarjimasini ko'pchilikka o'qib beray. Anglab boqinglar. Shu ishlar yuz bergandan keyin Xitoylarning Uyg'urlarga qilgan shu askiliklari dunyoga oshkorlangandan keyin o'zining tuqqanlari uchun, xalq uchun so'zlayotgan shaxsiy va top qahramonlarimiz bor, jigarlik ini singillarimiz bor, qalamlar bilan yozayotgan. Masalan, New Yorkerlarga shunday yozmalar chiqdi. O'ziniki navradisi uchun so'zlagan Nayrolar o'xshash sonimizdan keyin. Ondan sırt yana nurg'un qarindoshlarimiz qalam orqali, ovoz orqali shu masalani o'tirib qo'yibdi. Ya'ni hozir bu xil razillikka, ifloslikka, jinoyatga biz boshqacha usulda qarshi turolmagan ahvol ostida mushuning o'zimi quyrug'ini xada qilib tikib olgandan, ko'maska solgandan, yana daptarangitib so'rinlarni o'ynab yurgandan ko'p yaxshi deyman. Odamda muayyan bir majburiyat tuyg'usi bo'lishi kerak, mas'uliyat tuyg'usi bo'lishi kerak. Shu Qashqarning ko'chalaridagi, Urumchining ko'chalaridagi ko'ktatlarni döv-döv qilib turib, qishda ko'ktat setayotgan buvaylar, qetiq setayotgan halqi ma'sum, halqi parishdek mo'maylar, uni ko'rgan odamlar shunday bir isil, bir oq ko'ngil, bir hayvonga bir yomonlik qilmaydigan, mehr ko'rsatgan bir millatni endi shunday qalpoq bilan shunday jazolasa, bu dunyo yaqinmasa, boshqa bir azroq bir insoniy tuyg'usi va boshqa odam, boshqa irqdagi, boshqa e'tiqoddagi odamlarning vijdoni chidmayotgan yerda Uyg'ur deb Uyg'urcha so'zlab Uyg'urning oilasida cho'ng bo'lgan odamlarningki, ba'zi odamlarning vijdonininki kichikkina bo'lsa-mu chimildimasligi odamni haqiqatan afsuslantiradi. Alloh hammalarga hidoyat bersin, iymon bersin, kuch bersin. Unda bo'lsa, men shu yozmani ko'pchilikka taqdim qilay. Zulmning zarari hammaga. Vaqt 1998 yili edi. Xalqaro aspirant o'quvchi bo'lish salohiyatim bilan Sharq Shimol universitetining Sinal kutubxonasida ishlayotganimda tuyuqsiz ma'lum jurnalning muqobisidagi bir parcha rasmga ko'zim tushib qoldi va yuragim qart qildi. Chunki rasmdagi kishi do'ppi kiyib, o'ri turgan, pokiz, yashangan, ammo chiroydan g'amkinlik chiqib turgan Uyg'ur buvay bo'lib, uning keynida turgani shumpan chiroy Xitoy saqchisi edi. Uyg'ur bo'lganim uchun shu onda bu rasmga aloqador mazmunlarni bilishga qiziqdim. U vaqtda mening Amerikada yashayotganimga 1 yilcha vaqt bo'lgan edi. Men darhol jurnalning batlarini varaqlab, rasmning izohati bayon qilingan mazmunni topdim. Esimda qolishicha, bu yozmaning ismi Xitoyda hech kim bexatar emas bo'lib, Xitoydagi nacharlashib berayotgan kishilik huquq ahvoli haqida yozilgan ekan. U vaqtda Xitoy iqtisodiy jihatda tez taraqqiy qilayotgan bo'lsa-mu, Dünya savdo tashkilotida qatnashmagan edi. Amerika shu vaqtdagi Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatida Xitoyning o'z fuqarolarining kishilik huquqiga hurmat qilishini shart qilgan asosda muomala qilayotgan edi. Dünya savdo tashkilotiga har xil va'dalarni berish bilan kirgan Xitoy o'z va'dasida turmaylik olmasdan begunoh Uyg'urlarni xo'rlash maqsadida sesiqnomi olamga pur ketgan 21-asrdagi jazo lagerlarini qurib chiqdi. Bugun dunyodagi milliardlagan insonlar Uyg'ur xalqining kimligini va Xitoyning nemishqa ularni qoriga olganini bilib yetishdi. Zamonimizga Xitoy darajadan tashqari kuchdir. Iqtisodiy kuchlik, harbiy jihatda qudratli va siyosiy jihatda ta'siri cho'ng. Xitoy Dünya savdo tashkilotida qatnashib dunyo quchoq ochgandan keyin bu holga keldi. Dunyo bozoriga bexaraman kirib ketish,
Xitoy mallariga bo'lgan tamojna bojlarining zo'r darajada kamaytirishdagi afzalliklar uning tashqi dunyoga qilgan mal eksportini zo'raytdi. Xitoyning iqtisodini erkinlashtirishi chet el kapitalining Xitoyga eqib kirishiga imkoniyat yaratdi. Iqtisodning har qaysi sohalarga qo'yilgan dogma cheklama va siyosatlar amaldan qoldirilgandan keyin Xitoy iqtisodida mo'jiza xarakterli o'sish bo'ldi. Mushundaq natijalarni barliqqa keltirgan Xitoy hukumati uchun uning dunyodagi adolatparvar darajadan tashqari kuch bo'lishining o'rniga Adolf Hitlerning yo'lini tutib, o'zgacha e'tiqodi va ayrim irqi bo'lgan xalqni davlatning dushmani bo'lib, ularga ziyonkashlik qilishi cho'ng baxtsizlik bo'ldi. Xitoyga yoki ko'z tegdi, yoki Xitoy o'zining haddidan ziyod haqovrligi va oshqun millatchiligining qarg'ishiga ketdi. Ya'ni u xatolish darajasini o'tib, jinoyat o'tkazdi. Shundaq turib u ba'zi davlatlarning ayblashiga qaramay, insoniyatga qarshi jinoyatni davomlashtirish orqali o'zining putiga o'zi palto chapmoqda. Xitoy hukumati dunyo sahnasida tinchlik va taraqqiyotga erishishda muhim rol olg'uchidek ko'rinishga urinib kelayotgan edi. Ammo yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarga qarshi o'tkazgan jinoyat sababli darajadan tashqari kuch bo'lib ko'rinish uchun ko'rsatayotgan barliq tirishchanliklarining kursini o'zi tushiribdi va o'zining yo'lini to'sdi. Zamonlardan biri zulmning hammaga zolimg'imi va uning zulmi uchiruvchig'imi zarar yetkazib kelganligini tarix bizga aniq ko'rsatib turadi. Zolimga kelgan zarar ham ko'rinmas, ham oshkoradir. Zolim hamon tinchlikni va adolatni yoqlaydigan xalqlarning ayblashiga uchraydi. Zolimning insoniyatga qarshi o'tkazgan jinoyati uning nomini bulg'aydi. Zolim yana begunoh kishilarga solgan zulmi tufayli iqtisodiy jihatdan ziyon uchraydi. Vaqtning to'xtovsiz yaqinida zulm solg'uchi va irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazgan zolim va zolimga yon tayoq bo'lg'uchilar ham uning g'olchilari, gumochilari, satqon va fursatparastlar va har xil shakldagi yuzsiz munofiqlar adolatning tarozisida o'lchinib tegishli jazosini chekadi. Garchi buningga asrlab vaqt ketsin. Tarixga nazar solsak, Hitler fashist hokimiyati necha millionlagan begunoh xalqni qirg'in qilgan bo'lib, Hitler va uning g'olchilarining hayoti xayrli oxirlashgani yo'q. Yugoslaviyaning sobiq prezidenti Slobodan Milosevic begunoh Kosovo xalqini qatliam qilgani uchun tutuqlanib turmada o'ldi. İnsaniyat tarixining yaqinqi batlarini varaqlaydigan bo'lsak, irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullangan hokimiyatlarning hammasi beshini yechdi. Chunki men dunyo jamoatini Xitoyning Uyg'urlarga qarata o'tkazayotgan jinoyatni darhol to'xtatishga qistishini hamda xalqaro urush sotining bu jinoyatni o'tkazganlarni jazolashini umid qilaman. Zulmga uchiruvchilarga qoldirilgan jarohat ko'p tarafli bo'lib, u jismoniy, ruhiy va iqtisodiy jihatlarda ifodalanadi. Zulmning jarohati yana kelajak avlodlarga ta'sir qiladi. Zulmga uchiruvchilarning nopos, ruhiy sog'lomlik va iqtisodiy jihatda asli kelishiga necha davr vaqt ketadi. Jumladan, zulmga uchrayotgan Uyg'urlarmi buningdan mustasno emas. Irqiy qirg'inchilikka uchragan xalq ig'ir vahshiylikning dastidan texim ig'ir jarohatlangan bo'lib, bu achchiq kashmish ularning xotirasida uzun mazgil qulanishib turadigan bo'lib, bu xil ma'naviy qorong'ulikning changilidan qutulishga asrlab vaqt ketadi. Bu yil qishda men Sharq Shimol universitetiga bordim. Sinal kutubxonasidan o'tib ketib o'tib, Eliqi jurnalning muqobisidagi Uyg'ur buvayni asga oldim va Uyg'urlarimning navbatdagi fojialik ahvolini o'yladim. U buvayning qiyin turimi va necha millionlagan Uyg'urimning mushkul holati hozir olamga oshkora bo'ldiki, o'zining muqaddas ham tarixiy ona vatanida hech bir Uyg'ur omon emas. Nimali degan bilan Korli shahrining g'arbidagi poyezd vokzalidagi qo'llari bog'lanib, putlariga kishan silinib, ko'zlari tengilgan begunoh Uyg'urlarning ko'rinishi dunyo jamoatiga kishini bearam qiladigan jinoyatning yuz berganlik haqiqatni oshkorlab berdi. Sharq Shimol universitetining maktab sanasiga ketib o'tib, cho'nqur umid bilan quchoqlashgan mundaq bir xiyol kallamga keldi. Dunyo jamoatchiligining ko'pchiligi Uyg'urlar qilinayotgan bu haqsizlik beparvolik ko'rsatayotgan shu zamonda bu bir avlod yoshlar zulmga qarshi Uyg'urlar uchun savdo chiqargan bo'lsa, bu xil qo'llash Uyg'ur xalqi uchun bir kuchlik madad bo'lmasmi? Masalan, mening yana bir maktabim bo'lgan Harvard universitetiga 70 dan ortiq o'quvchilar tashkilotidagi maktabdoshlarim Xitoyning Uyg'urlarni sistemlik bostirayotganligiga qarshi faoliyatlarga aktiv qatnashmoqda. Sharq Shimol universitetiga nurg'un o'quvchilar tashkilotlari tashkillanib, Uyg'urlar uchun savdo chiqarg'ay degan maqsadda beqir bulturdan boshlab mushu masalani o'ttirib qo'yib kelyapman. Chunki men bildigan xos ro'yi, batur, kuchlik
ham o'z prinsiplariga sodiq bo'lib, shu sababdan universitet jamoatini zulmga uchrayotgan Uyg'urlar haqida o'zlaridagi xoski ro'yini joriy qildirsa ekan degan umiddaman. Xo'sh. Endi mana bu gapning beshida Qashqar Konstitutsiya halqa tizimligi to'g'risida kichkina so'zlab o'tdim. Shuningda bir narsa meni diqqatimni chekdi. Ikki narsa diqqatimni chekdi. Birinchisi, shu tizim e'lon qilgan kishilarningki ahvolini ana bunda pakt tekshiradigan ishlar bor. Bir qism kishilar bu ishga qatnashgan bo'lsin, bir qismlar sal ehtiyot qilgan chig'i. Endi ishlar bak nacharlashib ketdi ko'pchilik. Endi taniqimiz bilan, harakatimiz bilan o'zimizning Uyg'urlarningki g'amini yeyli. Sada chiqirgan yerda sada chiqirayli, qo'llaydigan yerda qo'llayli. Shu bizningki begunoh xalqlarimiz bizning chiroyimizda, kallamizda bo'lsin, har zaman yurtimizda bo'lsin. Ham yana shuningdiki bir xabar, bir masala, ya'ni diqqatimni chekkani, bu tizimlikni Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatiga qarshi turadigan bir Xitoy kishi ta'minlabdi. Bir Xitoy kishi ta'minlabdi bu tizimlikni. Demak, herhalde bir adamning bir Xitoyda bo'lsa, bir insonlik tuyg'u bor ekan demakchi. Ya'ni aqli bor ekan buning demakchi. Aqlsiz odamlar vijdonsiz bo'ladi, qora yurak bo'ladi. Kishilarga yomonlik qiladi. Hasad qiladi, o'rk olaydi, yaxshilik yomonlik qiladi. Biz nima ish qildik bu Xitoylarga? Biz ya ularning ismini Jangni Mehmet bol, Vangni Samat bol demasak, ya ularningki ularni uniya buniya deb majburlamasak, necha qilmasak, bizni o'zimiz yashag'ilib, o'zimiz bo'lib yashag'ilib qo'ymay, asklikni qiling, ya'ni gunohni arting. Ya'ni the war on terror, terrorga qarshi urush deganni bana qilib, state terror on innocent people. Begunoh kishilarga, begunoh Uyg'urlarga davlat terrorligini yurgizadi. Jared Diamond degan bir danliq yozuvchi bor. Bu kishiningki Upheaval degan bir kitobi bor, ma'lumotchilikda. Ya'ni kirishda qolgan davlatlar uchun, millatlar uchun burush nuqtasi deydigan. Bu kitobni Uyg'ur ziyolilari Uyg'urlar o'qimoqchi bo'ladi. Shuningda mush girmanlarningki ayni vaqtda 12 yil kallasi natsi ideyasi bilan burminib yug'ilib ketgan girmanlarningki Hitlerning shu buyrug'ini bejo keltirib qilayotgan ishlarini davlat suyarlik, millat suyarlik deb begunoh xalqlarni qijnab, shularni o'ltirib qilganlarini. Keyin bu kishilarningki bu mushda muhim rol o'ynagan Himmler, Gobler, Bormanga o'xshash ketirib chiqqan odamlarning aqlining nachar oyoqlashganligini va nemislarning, nemis xalqining shu urushdan keyin, ikkinchi urushdan keyin 10 million nemisning o'zining xonvayron bo'lganligini, o'zlarining xonvayron bo'lib talafot chekkanligini aytadi. Demak, ayni vaqtda qudrati bor chog'da begunoh kishilarga asklik qilib qo'ygan bu guylar oxirida cho desam, shani shavkat degan ketadi. Acizlaşmaydigan kuch olmaydi. Ketgan vaqtda shular nurg'un girmanlar vayron bo'lgan. Shunga askilik qilayotgan guylar, jinoyat o'tkazayotgan guylar, yantayoq bo'layotgan guylar, haqiqatda ko'z yumib yolg'on so'zlayotgan guylar, bularga ichki dunyolik desak, balki bular tushunmaydi uni. O'zining oqibatini o'ylashib qo'yish kerak. Yangi avlod Uyg'urlar xuddi boshqa millatlarning yosh avlodlariga o'xshash ota-bobolar qilingan zulmni, ziyonkashlik qilg'uvchilarni unutib qolmaydi. Uyg'urlarning ishlariga yaqin kelmay, Uyg'urlarning ishlari uchun ko'zlari mit qilmay, o'yinlarni o'ynab, Uyg'ur emasdek, beshiq kun tushganda Uyg'ur, boshqada Uyg'ur emasdek qochib yurgan laqbalar o'shini tepib olish kerak. Bo'ldi, mening so'zim shunchalik.